Yana şu 92-yil yigitlar bir san'atsevar yigitlar ekan. Şunu bosh qo'mondoni Jahon degan ukamiz o'tiribdi shu yerda. 92 yillar için bo'lyapti shu ashulalar. Ko'kdala xalqqa. Nainki dünyada öksüp yaşayman, sul fasatlarda yüzüp yaşayman. Lek atam duasın, ayım yaşayman. Atamdayım dost tapmadım, biraderler. Velimetimlik erke oğluman, yaratgan egamga sadık g'ulomman. Bir kun ilincha toparman, lek otamday do'st topmadim, birodarlar.